Qara zamonlarni qanday o'zgarganini ilgaridan shu urf-odatlarimiz davom etib kelyapti-ya. Erta turib, ertaroq eshigingni ochsang rizq nasiba kiradi. Eshik tagiga suv sepib, ozoda qilsang yerni yuzi ochiladi. Sen uyingga, uy joyingga mehr bersang, toza tutsang, ro'zg'oringga baraka kiradi degan gapni shu yoshga yetganda endi mag'zini chaqyapmiz. Qani endi yoshlarimiz yoki har bir xonadon xuddi shunaqa bo'lsa edi. Hozir ko'pchilik xonadonlarimiz erta bilan eshikni ochib, tashqariga chiqib suv sepishni unutib qo'ydi. Qani endi hamma ertalab vaqtli turib ko'chasiga suv sepib supursa, ozodalik bu sog'liq degani. Hammamiz shunaqa ozodalikka berilsak, ozodalikka rioya qilsak, hammamiz o'z eshigimizni tiyini o'zimiz supursak yoki ko'chadan kimnidir kelishini poylab, mahalla xodimlarini ovora qilib ko'cha tozalatmasdan har birimiz o'z xonadonimizni ro'parasini supurib sidirib qo'ysak, juda ham urf-odatimizga ham ibratli ish bo'lardi. Rosa katta ishlar qilyapsizlar, Munira, Zohidilla, rosa katta ishlar bo'lyapti. Mana shu ilgaridan qariyalarimizni urf-odatini yana tiklashimiz kerak. Erta turib, yuz qo'lni yuvgandan keyin darvozani ochib qo'yishimiz kerak. Ayollarimiz, qizlarimiz, kelinlarimiz ko'chaga suv sepib supurib tursa ham ozodalik bo'ladi, ham sog'lig'imizga foyda. Ayniqsa hozirgi chang ko'tarilayotgan mahalda yoki mana bunaqa jazirama issiq mahalda kechki payt ertalab ko'chalarimizga suv septirib, ko'chalarimizga deganim har bir xonadon o'zimiz ayollarimizga eshigimiz tiylariga suv septirib, supurtirib qo'ysak ham havo tozalanadi. Eshigimiz atrofida, mahallamizda suv sepib tursa qanday? Ham qut-baraka kiradi toza turgan joyiga. Masalan, eskilarni bitta maqoli bor. Bu maqol juda ham kuchli maqol. Is bosgan og'ilda mol semirmas degan. Xonadoning eshigingdan kirib turganda hamma yoq axlatxona bo'lib yotsa, u xonadonda hech qachon baraka ham bo'lmaydi, tinchlik ham bo'lmaydi. Baxt degan narsa bo'lmaydi. O'shaning uchun qani endi biz mahallamizni shu urf-odatga kirita olsak, birgina falonchini xonadonning eshigini tozaligini yoki falonchini eshigini tiyda so'ri bor yoki ishkomi bor chiroyliligini birgina o'sha ikkita xonadonda ko'rmang, butun mahallamizni shu ishga targ'ibot qilsak, juda ham chiroyli ishlar bo'lardi, ham baraka ham kirardi.